politsiya boshqarmasi ish ochgan. Ha, payqadim. Ular ko'pchilik. Ha, ayblov ro'yxati ham uzun. Kontrabanda, qora dori savdosi. Chin yurakdan uzr so'rashingiz mumkin. Eng yengil jazo sizni umrbodga qamash bo'ladi. Bunga aminmisiz, xonim? Prokuror xonim, siz uchun maxsus qo'ng'iroq bor. Bu muhim ekan. Balki go'shakni olarsiz. Yaxshi, uni bu yerdan olib chiqing. Agar buni qo'yib yuborsangiz, Cadillac olib beraman. Hazillashmayapman har biringizga. Hammamizgami? Ha, hammangizga. Har bir zobitga bittadan Cadillac. Qamoqdan chiqqaningdan so'ng Yo, meni baribir qamashmaydi. Adashyapsiz. ishonching komilmi? Bo'lmasamchi. Sizda imkoniyat bor. Uni qo'ldan chiqarmang. Bunda imkoniyat hayotda bir marta bo'ladi. O'ylab ko'ringlar. Yigitlar, xo'sh. Yeching. To'xtang, shoshmang. Bu nimasi? Yo'q, hamma ayblovlar olindi. Axir qanaqasiga? To'xtang. U ozod qilindi. Hatto Cadillac'siz qoldinglar.